Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 75. soniga hoş geldinglar. Bugun biz hukumatimizningki parlament a'zosi Abdurahmon Hasan, ya'ni millat vakili Abdurahmon Hasan afandim bilan harakatda barakat degan temada suhbat etamiz. Suhbatimizga hoş geldingiz. Rahmat. Aleyküm selam. Bu sohbetga meni taklif qilganingiz hoş buldum. Çünkü xalqimizdan uzun bo'lgan unda ekranda bu sohbatda yuz ko'rishmagini, bugun bu munosabat bilan sizning vaqtingiz bilan xalqimizdan uchrashishga fursat bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Ushbu suhbatimizning bosh temasi harakatda barakat. Ko'rinib turibdiki, bugun biz Abdurahmon Hasan afandimning harakat ish faoliyatlari bilan tanishib chiqamiz. Abdurahmon Hasan afandimning hukumatimizda peshqadamlardan biri. Mening tushuntirishim behojatki, haliqi onam bilan ayolimni aytib beringlar, o'qning pulini men to'lay, bu azoblardan biroqli qutulay degan mashhur so'zi bilan tanglar. Agar deyilgan mushu gapning o'zini tadqiq qilish to'g'ri kelsa, buningda bir olam bor. Xitoyning inson qalbidan chiqqan vahshiyligi, Uyg'ur xalqining qora taqdiri, noli faryodi bor. Abdurahmon afandimning muajiratda Sharqi Turkiston xalq jamiyatini qurganligi, nurg'un ish faoliyatda bo'lganligini qo'yib turayli. Yaqinda bizning mustaqillik irodamiz va asosimiz yuksak darajada mujassamlangan Aqtashlik kitobimizni o'z xarajati bilan Gollandiyada har sohada tarqatishga zo'r kuch chiqarayotgan bu xizmatining o'zila bizning maqtashimizga, qo'llab-quvvatlashimizga arziydi. Harakatdan keldi. To'g'ri qilingan harakatning barakatini Allah egan beradi. Xo'sh, biz so'zni o'tini Abdurahmon Hasan afandimga o'tinaylik. Sizning qarshingizcha muajiratda da'vo qandaq bo'layotdi? Qandaq bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, ilmlarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugun sizlardan qayta uchrash nasib bo'ldi. Juda to'pla bandimningki vasitasi bilan bu sabab bilan hammalarga qurbon aytlik salom yo'llayman. Alloh hammalarga yaxshi yetkazib nasib qilsin. Bu maqsadimiz kirib ketsam, juda to'pla bandim men tariximni deb o'taymi? Siz deb bo'ldimi? O'zingizga bog'liq endi men bir qurda deb o'tdim, agar vaqtingizni yetadi deb o'ylasangiz, marhamat. Tamam. Unda men asosiyatdan juda to'pla band degandek muajiratda da'vo qilayotgan, bizning taqdirimiz ko'ngil bilayotgan har bir Sharq Turkistonlikki bilir deb qarayman. Ama da'vo bilan munosabat bo'lmagan mustaqillik desa yoki Xitoydan qutulish desa bo'ladigan, bearam bo'ladigan insonlar bilmagan taqdirdami, ammo umuman xalqimiz to'ni deb qarayman. Shundaqmi, aziz qarindoshlar, men vatanda faqat bir tijoratchi, xolos. Bir futbol maktabi, tashqi savdo nimasini qila natija qozongan, tizimxonada shundoq. Asosiyatni bu qilgan ishlarimda bir put qozongan bir tijoratchi. 2017 yılı ben Kırgızistan'da, yani Medine Bazar bir ticaretle bulatım ben. Ama 4. ay 5. ayda uçtum tut bu şiddet bilen bizden tanışmışlarımız Kaşgar'da meyli başı aldı olsun. Mesela ben bildiğim tanıydıgan Karxançı olsun, Meldeni Sağdım olsun, Merziyali Sağdım olsun. Asal tutup getirmesi. Bu havalı korkup Türkiye'ye gittim. 6. ayının şu 2. günü Kırgızistan'dan Bıcı'da koyusu kullanma oldum. 4. günün belirtmemi ciddi kettimde bir endişe kılıp. Türkiye'ye gelgendeyken bu gam kaygıda şu adamın için bir iş hesap oldu edip belki bu ekranda Nahmeden Kıravatkan ben izlep bağlan ustazlar istek geldi. Neymiş kılımız, biz kolumuzdan gelgen halkara sistem boyunca bir iş kılaynak, bir vicdanımız rahat tapsın, tekrar ta 2018 yapına gitken kadar izlegen buldum. Ama bo'lmadi, teşkilatlarga bağım olduk bo'lmadi. Ondan keyin şu özüm guvohlik berdim ve guvohlik bir bo'lib, ondan keyin atrofimdagi yaqin Qashqarda yashagan jonjigar do'stlarimiz var Turkiyada. Ularni guvohlikqa ish qilishlar birga bo'ldik.
Şu anki halkımız davet kıldık. Bu Yaponiya ketdim. Yaponiya Cumhurbaşkanı efendim degandek guvalıklarını Japonca tercüme qilish ve İngilizce işte ko'p tillar tercüme qilib tarqatdik. Ondan başqa Yaponiya bir qism vijdon egalari sevimli qarindoshlarimiz bilan bir Sharq Turkiston xalq jamiyatini qurib 160 dan ortiq davlatlarga Xitoyning tajovuz qilmay sanalgan davonimizda xalqimizning arzini o'zimning oilasiga qo'shib yo'lladik. Bunun deyishimdagi maqsad qarindoshlar, men bu da'voga kirishdan burun ama ba'zi xato tashviq bo'lib chet elda Uyg'urni qo'rqitgan. Mening oilamni o'ldig'ini o'ylab bo'libdi ekan. Men uni Çıkılan Türkiye'ye basan bir men tanımayan tağımın bir ağayını steplerdi. Vay fikrimsin o tağdır geçtim. Şu 17-18'li köyüme kitip olup diken Allah yıkan makam cennet kırsın dedi. Özlemi o adama ıslamaydı hoşun sekinde ben bilmeydiken tanımaydiken. Sonra yakınlar bat sosyal depemigen özlemi bir kısım buldum. Demek benim ailemge, cemaatim kelgen avaçlık tedbirgen falaketinin ki bugünkü benim davadım veya oturuşumdan hiç kanda alakası yok. Belki bunun tarih olsun, belki ben bu yolumdan bir eskiri, bu yolun nerede nim bolmam bilmeymen. Eğer kelgüsü şu vatanda bizning avlodlar bilan ayat qolgan navkarlar ushqashqanlar ma'mul bo'lib qaraymiz, ko'rish ammo bo'lmay qolgan taqdirda bu bir javob bo'lib qolsin. Balki vatan ichida balki sizning ota-onang tashlab etdi bolalarimga, ota-onang yomon bo'lgan chiqqandan shunday bo'lgan deydigan Xitoyning benamus shovinist siyosati xalqimizni bizning ses gönderiş, bezdiriş işlemesine el parada. Ballarım şunda oldu bu iş. Şu an demek ki bir yerde gipim xulaslansın tecrübem doğrusu. Benim dava kılış hayatımdan burun Xitay Xitay'a. Ben dava kirgendeyken 5 yıl falan iş geldi deb bir gap qilmadim. Şuna bu gapni mushbet taqtan qarindoshlar Abdurahmon Hasan aşağı tuğalık için bo'ldi. Bu Xitay deydigan gapni bu demasliklarni tavsiya qilaman, da'vat qillar. Tamam, bu yerni ham tugidam, savolga o'tib ketsak. Hoş. Siz merhamet. Bir yanda qaytılırsa. Endi sizningcha bu muajiratda da'vo qanday bo'lyotdi? Qanday bo'lsa to'g'ri bo'ladi? Endi bu bir muhim savol bo'ldi. Bu da'vo degan temada ustozlarimiz to'xtalib kelyapti. Bo'libmi bu da'voning to'g'risimi xalqimiz diqqat qilishni beşiklikda sizlar Salih Xudayar başçılıkta Amerika'da kıvatsızlar dünyada örnek. Dünyada bir. Bu mabz hükümeti olan için maksadımı ezletendeşler dikkat kılınlar. Çünkü Seyfullah Cimgam tutuvatkan pankartlı karanlar Xitay tecavüzleri çıkıp kessin. Şarkı Türkistan halkı müstakillik gerek. Horlap öltüş lakirlerin cezalarını bekar kılınsın. Stop toxtulsun. Bu Amerika hükümetinin devamlı dervası takap durup Amerika'dan yardım tolak kıvatkan bir yerde bir bütün. Hem mesela pankartlarımızla Uygurçular bizim müstakillik değmez dep koygan emas. Eniq Amerika'nın közüge qadap bizning iradimiz bu Sharq Turkistonlikni biz Xitoyni söyledigan Xitoy yalaganda bir millat emas deganini ko'rsatib siyosiy irodasini uning davosini silqan faoliyatiningki bizlarda kameradan ko'ryapmiz sizlarning ustida bor. Misol Amerika hukumatiga da'vo sunyapsizlar. Mana bu da'vo qilinishi to'g'risi bu. Biz endi yillardan beri bizga da'vo deb nima chiqqani beri Turkiya vaqtida biz Xitoy konsul nurg'un chiqimiz u yerda har xil adabimiz islom u bu nurg'un yer sharida Erdo'g'anni to'layolmagan shularni to'laymiz, ammo Xitoy konsul da'vo topshirib kelgan. Mayli Rabiya xonim Amerikada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, bu dunyo xarakterlik Xitoy konsul ketayotgan, eqiyotgan bir da'vo bordi. Bu da'voni Alloh taolo bir Uyg'ur yigitidan biz salih bir mo'minning oilasidan Salih Xudayargan yigitimiz chiqib tunji qatim Amerika hukumatiga da'vo e'lonlandi. Biz bundan çok tuyg'ulangan zamanda şu da'voning o'zi bu. Endi da'voning xato ketgan tarafi men ilgari buni jiq kurash qildim, nurg'un haqorat qildim. Xitoy konsulga men bir odam tilmayman, odam tillaydi birdan chaplaydi. Xitoy konsulga ustozlar nima mazmunda da'vo topshirsizlar? Xitoy nima talabni qabul qilib, gapini anglaydi dedimda, mening misol ailam da'vosi Xitoy konsul topshirdi deb o'rgatganlar chiqdi. Xitoy nima qilib turdi menga deb men hozirda da'vo topshirmadim. Shaxsiy ailamdan bo'lsin, tashkilotlardan bo'lsin. Ammo Xitoyning bir qilmay ishlayman-da, men aytandimmi? Misol Toshbozorga menda yaxshi billar, ayni vaqt Toshbozorni chaqib
qaqashqanda qolib biznes berməyəndə o xalq Beijing azlığımız dep barsa, koruldumı tutup gelip onu Goboda'da solab uğraşıp almışlar. Uygurlaman bunda bilidi mesela vatandaş amal yok ama şu Xitay mandavuz aşağı yani özü kılışqa. Ama davan bilməyən o dərəcə biz bank millet emas. Ama bir yerden nurgulgan teşkili, sistema, kurulma, bir mənbədən teşkillanatqan bir yöneliş barını his qıldıq ve bunu dedik ama haqaret, tildeşnam çıkıştık etdik. Ben onu qoyup fikran çıkmay qalğan yerim yok ama dava qetib ketkenme adamlarımızın bulmaslığı yaxşı qardaşlarımızla. Bu tarafından oylap ne qılmadım. Toğır dava, azı örnek dava, sürgündeki başlıqlı silah qılıvatsızlar. Əriz tələbini Xitay konsulluğuna bir qadam tapşırmadığınlar, faqat Amerika hökumətinə və xalqlardakı yadrolik güclərə dava sunulmadı. Mana bu dava müstəqilliğimizin altını açıqçı. Şu bir dövlət sistemi selib, Cürət abla efendimge, Salih Xudaya efendimge, əmimiz birdən işxana, əskər, qoğduqçı, boğan çağda uçaq bizim heç kim tınlamaydı, çay içi, bək söymək çıxımız. Amma bizgen milletvekili olmak mı tez, hizmet kılmak mı tez, hakaretlerimiz, tillerimiz, közgelinilmayımız. Ama başka bu siyasetin kıymetini bilgen, Türkler, Gollandiyalıklar, ilgili ben hükümet çıkındım degen, sizlerin milletvekili olmak tez, Xitay'daki bir kişinin karşısına çıksızlar, yalğız. Bu işte devletin kanun sistemisinin baş koğunuştu, ama yok, bu kıl evvelda, bu işte kıldığı adam çıkmaydı, deyip mağulum, teselli verilgimde. Bunda bir dağdan olsa, bana da bizge de hükümetke, qanday bir narsa qilsang, ishing tutsa biz qo'limizdan kelishi Gollandiya qonun sistemasidan sana destek olmaymiz deb tasalli berganlar. Şu an davanın örneki şu, xatası Xitoy konsulluğuna gitmagan davanın hammasi xato. Yan tilsang yan deyishimiz kerak. Bundan so'radi. Nayte yaxshi javob berdingiz. Haqiqatan agar biz davoni Xitoy qilsak, demak bizning egimiz Xitoy bo'ladi. Bizning ishimiz Xitoyning ichki ishi bo'ladi. Siz bu savolning negizini deb chiqardingiz. Haqiqatan biz Xitoylar o'zini kelishib olmaysan, aralashmagan bir ma'no chiqib turdi. Xitoy konsulluğu biz bu aşda bir nega biz men kemsiz chiqqan. Uyg'urlar Xitoy konsulluğuna bartanligida bir yapınlıq mesxir şəkildə gap qildi. Bir yapınçılar inimiz qızırıb ketmən çaydan bilib aldım. Ufkam nima deysam shunda açıq gap qildi. Ufkamda ular biz emas. Ular hem Xitoyning Uyg'urning vakili emas. O Xitoyning o'zining kadrlari deb javob berdi. Javob ketgan bo'ldi, ammo bu tarixiy bir haqorat 5-nji kunlik qoldi. Siz deganingizdak, elim ham ashunda Xitoyning konsulluğuna oldiga berib namoyish qildigan, o'zininki dardini yezib Xitoyga akirdigan, sunadigan ishlar bor. Demak, bu ichki ishga aylanib qoldi. Bizningki demokrat nomida elib berilayotgan nurg'un da'volarimiz dal mush shaklda davomlashyapti. Elim ham ashunda. Endi biz davoni xalqaralashtiramiz deydigan bir gap bor. Muajiratda bizning qo'limizdan keladigan masalan namoyish qatorliqlar. Buni biz to'g'ri yo'lda qilishimiz va to'g'ri nishonni belgilashimiz kerak. Siz degandek Salih Xudayar va Surgun hukumat birlikda biz qilayotgan bu da'vo to'g'ri shaklda ketyapti. Endi buni kichikina qistirib o'tadiganimiz Salih Xudayarning dadasi Sayfullah Hacim Aqsarayning oldida davomli bizga mustaqillik kerak. Biz bu davlatning egisi, biz mustaqilligimizni qaytarib akilamiz. Bizning irodamiz shu deganni ifodalab turdi. Bu gerçi bir adam qilayotgan da'voda bir adamningki tirishchanligi deb turgan bilan buning unumi olam shumul bo'ladi. Men buni burunmi degan Aqsaray butun dunyoning ko'zi mushada. Agar bu yerda biz da'voni Aqsarayning oldida emas, Xitoy konsulluğunun oldiga berib qancha dadal g'ungchandang desakmi oqmaydi, yolg'on gap. Xitoyga o'ynab bergan usul bo'ladi u. Demak, sizning bergan javobingiz pek joyida bo'ldi. Endi siz yaqinda Aqtajlik kitobimizning Gollandiyada parlament va hukumat o'rinlari qatorliqlarga tarqatilishiga ko'p ajr sindirdingiz. Bu to'g'riliq bizga bir so'zlab bergan bo'lsin. Bo'ladi. Biz endi Gollandiyada oz bo'lsa bir qarindoshlarimiz bor bo'lib bo'shqida qo'shayotgan ba'zi kitob soldurishga ozroq 50 tal 40 tal kitob pullarga bo'ldi, ba'zi ko'proq, ba'zi ozroq degandek qarindoshlarimizningki bir qo'llashi yardım bilan Gollandiya parlamenti ya Tweede Kamer deyiladi. Parlament binosiga har bir parlament a'zosi bir taldan kitob, bir taldan bir varaqdan arz talabimizni
yana endi aldı deb o'tgandek Xitoy tajovuzini 1949 pesib olganligini deb shuni yozamiz nimizda. Ammo Sharq Turkiston davosiga hech qanday bir demokrat davlatlardan hatto yordam kelmayotgan qolgan Xitoyningki puli sababli manfaatni ko'rsatib bular o'zining demokratik qimmat qarshiga, o'zining e'tiqodiy qarshiga ra'y qilmayotgan eskartib bir arz talabimizda bilan kirpadi. Bu ekristimanda alayda bir xizmat kiyimi dastlabda ular ishonch birishimiz shartlar u cho'ng organlar kirgan chog'da adam biroz uning besimi yuqori bo'ladi. Chunki yo'q deb qolishimizda olmay. Evvelçilik ben kirgen çağımda özümün kimlikini anlakin xattim zaten adresini üyemin adresinden tartib bağınki isim kart yasattım. Hükümet milletvekili namında isim kartlarını koşup bir özüm tanıştırıp enandaki şunlar bir arz talebimizden birge Uygurlarning şunlar bir bugunki 5 kilovatkan çoğun irqiy qirg'inchilik nimsini aldan ayttirdik degandan bu davlatning tuzilmiz demokratiya bo'lgandan hech kim bir Amsterdam bir saqchixonadan boshqa, Rotterdamdan baş saqchixonasidan boshqa, ikki yerdan boshqa hech kim rad qilmadi. Hammasi rahmat deb oladi. Masalan, Shuhrat To'lqonqulda bir xil ministr shahar boshlig'i deganlarga ya şey To'lqonqul parlamentimi, To'lqonquldan yoqtirmaydi ekan. Elbette Allohga shukr. Demek qarindoshlarımızdan bununda ko'p qo'llashi va yardım bo'ldi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Endi kitobni biz ma'lum şehirlik hükümet, misal köp orulluq verdik, biraz bir fikrini düşündürüldük. Bu köp orulluq birleşki məqsədimiz, misal parlament verdik, onun üstündeki devlet meclisi verdik, tamam birisi kanun sunudu, meclis karar kılındı. Bunun netice dügen çıkıdığı aşamaz, vallahi alem bir kıdım avaz çıkıp koydu ama ötmeyen boşum. Yeni ümit varımız çokum ya Amerika'dan çıkıp kalış mümkün, Şarkı Türkistan ya başka yerden çıkıp kalış mümkün ama tünce kıdım avaz aciz mümin'den küçük mümin yaxşı edigen Peygamber'in bir hadisi vardı. Gollandiyadagi İslam Partiyasining başlığı tunji qatim bunu kun tartibga elib parlamentda o'tirib qo'ydi, ammo rad qilindi qarindoshlar. Rad qilganlik bilan bizning ko'nglimiz yerim bo'lib afsuslanib ketdik, ammo cho'qim bu natija tunji qatim Gollandiyadan ovoz chiqdi. Balkim ikkinchi qarorlashish ya Amerika bilan ya Angliya boshlig'i bilan inshaalloh ovoz chiqdi. Shunga demek ki bunu destekleyen şehirlik hükümet, en aslı küçük şehirlik hükümet mesela bizden Qashqar, Istanbul, Şahsigendek yerlik hükümet var. Şundan bir pilotumuzda hazır bir 25 belki 30'a yetti. Bir xil ministerler şehir başlıkları kitap bir polda kaldı. Şemmesine kaldı arz talebimiz var. Hiç kim bizni hakaret kılmadı, olmadı, kılmadı. Yaxşı kılıvatsızlar deb destek verilgende. Allah'a şükürler olsun. Şu an kitaplarınki nimsida bizningki mustaqilligimizning asli kelishiga juda bilib efendim deb tushuntirib o'tdi. Kitabımızda bizim misal tariximiz, kültürümüz, tarix davlatchilik an'anamiz. Ondan bugungi Xitoylarninki cho'ng irqiy tozalash jinoyati hammasi to'liq aks ettirilgan. Kitapni qo'lga olgan shunda bir siyosiy rahbar kitapni teshiga qaylabla bizdagi bir siyosiy irodaninki baliqni Sharq Turkistonlikninki olam o'zining davlatini seg'inganligi, davlatni talab qilganligi chiqdi deb tash shu maqom loyihasidan. Bu loyihaga jur'at qilib efendim G'ulomkam Salih Dair efendim Allah reisimiz bularimiz Allah razı olsun. Kitapning shu tashqi qiyofati demak bizning mustaqillik irodamizni o'tirg'a qo'ydi yoki davlat rahbarlariga siyosiyga tushuntirib turdi. Chunki mundarjilarmi yuqorida o'tgandek bizningki Xitoy bilan birga yashamayotganligimiz, Xitoydan boshqa bir to'plum ekanligimiz aks ettirilgan. Bizim medeniyet kültürümüz ayrım Xitoylar bo'lganligi uchun bu kitap tarixiy Xitoyning jinoyatlarini tarix bilan vaqt zamonlari bilan yaxshi chiqqan endi hozirga qadar bunda bir qo'limizda bizni tanishtiradigan bizni bir bo'lgan bir bundalikda tanolik qilgandan xudo turmushchilik qilib qolmagan bir siyosiy ehtiyojga kelib qolganligimizni tanishtiradigan oltin ochiq qo'yish deb qaraymiz davoyimizga shu bunga yani bundaki qilgan planlarımız var işte inşallah bu bo'lgandan deyilgan yerda rahmat kitobni mushinchilar qonunsiz boshini deb bo'ldi. Bu yerda bir natija ko'rildi amaliyotda. Gollandiyaning parlamentida Sharq Turkiston deb ataymiz degan bir loyihani o'tirib qo'ydi bular. Demak, garchi u o'tmagan bo'lsa-mu, lekin mushuni o'tirib tushganning o'zila
mush aqtashlik kitobning va sizlardek o't yurak bizningki yoshlarimizningki tirishchanligining natijasi deb qaraymiz. Hamda bu aqtashlik kitobda haqiqatan bizningki to'liq mustaqil bo'lish irodamiz aks etgan. Buningga Salih Xudoyor apandim alohida ajr singdirgan bu kitob. Agar kitobni tafsili o'qisa, buningdan nurg'un narsalar chiqadi. Hamda xuddi mush nuqtada bizga kitobni taqatdik, siz nurg'un ajr bilan nurg'un odam kitob taqatdingiz. Ular bu kitobni o'qisa nimani biladi? Bizning mustaqillik ko'rishimizga foydasi bo'lamdi sizningcha? O'qimdoshlar. Shunday faqat buningga shu bu biraz açayım bo'lmadi. Mayarmizlar. Bu kitobning anasini Vüstal taqib planım vardı. Yurtda bende. Vüstal taqda bir milletvekili olarak bir milletvekili oldum. Nimish qildan qo'ldan deyadi. Chiqib kishim shukken. Tamam bir teşkilatımdan qaldı dava qilsam bo'ladimi? Ma kitap bek mükemmel bir şekilde bizim hamma narsamiz bor. Siyosiy irodamiz bor, Xitoyning tajovuz kimligi bor, Turkistondagi. Dunyoning ishendigida qaliqida jinoyat Xitoyning hamma narsa to'liq borda, demak davoyimizga oltma chiqishligini. Albatta bizning mustaqilligimizni tezlashtirdi, xalqaro kun tartib kelishga, bizning qarindoshlarimiz kutgan ulug' kurashlarga sabab bo'lgan narsa bu kitоб deb qarayman. Chunki kitobda to'liqlan bizni tushundirgan bir avval bizning siyosiy irodamizdan tortib, madaniyat kulturimizgacha hamma to'liq tanishtirgan bir avval bor. Albatta kitobning bizga foydasi bo'ladi. Shu bunga shek qilmasligimizga asosat bir gap deb o'tdi, bu gap mishadimi qulqimga deydiganim bor. Gollandiyada misol uni bagam bilan deb qo'ydi, ammo rad qilindi. Ular e'tirof qilmasa hech qanday yana shu burunda Shinjongda yozildi degan gapni o'zim deydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bormi demak, sabr qilinglar. Bir davoni bugun qilib bilan natija bugun chiqmasa bular unda kelsak bu davo olmaydi. Bu inshaalloh biz natija cho'qim chiqadi. Bugun biz ayt bo'ladi deb tirishyapmiz. Men ko'p o'rganlar birishimiz bor, chunki bular demokrat davlat biz bilmaydiganmiz men ilgari. Misol bu yerda qonun tamoman kuchga, misol eng tuvandiki. Misol kichik bir bizning misol bo'lganingki bir boshliqqa misol bir cho'ng yig'inda bu masalani o'tirib qo'yish bo'larkim bo'lganda sen bu gapni deysan demaydigan bu yerda fikr erkinligi deyish borki, misol Hizbutullohga 500 ming 300 ming nopus va xilofat qurimiz degan tashkilotim bor ekan. Misol o'shani o'xshatib berdigan, ya'ni shulimi normal partiya nimasida misol O'zbekiston partiya a'zosi qanday pulag'im bo'lsa, Edembeshga shulimi Edembeshga shu pulni olib bu yerda faoliyat qildi ekan. Demak bu yerda fikri erkinlik degan narsa bu ajoyib qo'dalgan bir muhitga biz bilmaydiganmiz. Demak bu yerda cho'qim cho'ng davlat rahbarlari Xitoyga diplomatiya munosabatini ko'z tutgan taqdirda lekin oradan ya'ni insoniy tuyg'ular portlab chiqib siz biz kirmaymiz degan ularning aynan bir ovoz chiqib qilishi biz uchun foyda keladi. Albatta mustaqilligimiz foydasi bor. Xitoydan bugun bo'lsin baldiroq qutulib vatan qaytishning foydasi bor degan maqsadda bunu ko'plab taqib keldim. Alqi nima kelsak men dastlab Vüstal taqdan planni buzib o'tgan narsa. Sizning Facebook ko'rayapman bir men kichik bir shahar kitob bersam, onundan shu kitobni bugun berdim, shu kundagilar o'qimdi degan savolning javobini chiqdi. U boshliqdan o'zidan xat keldi. Yana bir cho'ng shaharninki kotibdan xat keldi misol. Sizlarning va sizlarning yurtinglarda kishilar bo'layotgan avval nimaga uchun ishlayapti? Bu shaxsni emas, bir davlatniki istiqomat havuz degan organning birisidan keladi. Kotibdan kelgan narsa u boshqa ruxsat bermasa, u meni WhatsApp'imni qo'shib bu yerda qoldirmaydi-da. Ve shunga kichik uchlar chiqarib qo'ygandim, chiqarsam bir Xitoy ta'tay telefon qildim, dars etdim. Sen ingliz bilamsan, gollandiyaz bilamsan, qarsizga qilsan deb men darsni turib ichib qo'yib, yo'qma turib. Kechda bir aniqlab qolganda bir do'stimiz berdi, u telefon qilsa, Abdurahmon Hasanning bu vaqtlarda maktab qurish uchun yordam qilish uchun telefon qilgan debdi. Onun balları vatanı qolgan bo'lsa, bu vaqtlarda qaz qolsa yordam qilsang deb telefon qo'yibdi. Oqshom ona bir 10 qatimlab telefon qilib qo'rqasaganda kishilar shundan bu ishga Gollandiya hukumatı alayet ichkilik kirket buni deb bermadi, ammo misol mening o'yimni bexatar ko'chaga qo'ygan so'z degandek bir takror razıçlık bilan ko'rishib degandek ishlab ketdim. Ammo asl bir ish bo'ldi deb tushundim, ammo nima bo'lganini bilmayman. Shundan bu narsa Vüstal degan planni endi ko'tarib yuqoriltirdi. Hozir Gollandiyaning o'zining Vüstal deb ekib bo'ldi. Uningki qo'limizda boshqa qarindoshlarning qo'lida meni qo'limda birorta kitob bo'lgan bo'lsa, qolgan taqib bo'ldi. Ya Allohga shukr.
Qayışqanның nemesini aldı degandek. Hmm. Biraz buna aslı vezni var bu kendek şunu ona sen qadamni cho'maytib qoldik. Rahmat. Rahmat. Chunki biz bämisek o'qimaydi. Biz bädi o'qimdi o'qimamdi uning natijasini keyin ko'ramiz. Meningcha mush kitob qancha ko'p odam tarqatilsa shuncha yaxshi bo'ldi. Chunki hozir qo'limizda butun Sharqiy Turkiston xalqining qo'lida o'zining irodasini ifodalaydigan to'g'ri bir narsa yo'q. Mush kitobdan boshqa. Undaq ekan biz mayli qanday qilaylik mush kitobni qancha ko'p odamga yetkazilsak bu bir natija bo'ladi. Uni cho'qim o'qiydi. Chunki o'qimagan taqdirdami deyli. Shuning siz degandek birinchi betiga birinchi sirtdagi muqovas qarsilar Sharqiy Turkiston xalqininki irodasi aks etiladi. Uningdan keyin chet eldagi nurg'un organlarga bizningki irodamiz xato aks etishdan boshqa bizning tariximiz, kulturimiz va hozirgi irqiy qirg'inchilik uchrayotgan holatimiz xato yetkazilgan. Bu xuddi ichki ishdek, bu xuddi kishilik huquqning ishidek Xitoy hukumati burun yaxshi hozir sal yomon bo'lib qoldi degandek shaklda yetkazilayotgan. Uningga berilgan bir radiya bu kitobda faqatla to'g'ri narsa va bizning irodamizga vakillik qila oladigan mazmunlar va ham chin hech qanday yolg'on aralashtirilgan emas. Shunga bu sizningki ajringizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bu kitobni siz jiqyaga taqitishdan sirt kamplarni taqasak buningki ahmiyati bor degan bir gapni qilganingizdan oldim. Bu kampga taqatqanning ahmiyati bor. Endi men kampda yashaganligim uchun kimlik olganda men bu ish yerida javob tortdim. Shu jarayondan bunda ikrom bijadim so'zlab bo'lmadi, hukumat chiqindi boshqa yerda. Bu yerda endi reallik bir masala bor demasak bo'lmaydi. Ba'zi Xitoy qo'rqusi bilan o'zi sog'lom, ammo Xitoy qo'rqusi bilan sanalik desa Sharq Turkistonlik deyilmaydigan ro'y qo'rqinchga kirib qolgan qarindoshlarimiz bor ekan. Bularni zo'rlab sanalik deb qistab sallab shu sen Xitoylik degandek savolni so'rab oxiri og'zidan chiqqan gap o'zlab turadi ba'zi qarindoshlarimiz. Buni olgan bo'ldik. Hemen kampda men top o'ynaymiz futbol maydonida Abdurahmon sen nalik deydi men Turkiston sharqiyasidan Arabiga ba'zidan jungulliq deb shunday deydi-da. No deb qo'limda ben no jungulliq men no sen deb maydonda eskartmanda qo'lim bir chiroyli turib turdi. Men Xitoyga o'xshamayman ko'rindim. Ammo qishimizda turgan badbaxt insonlar borda sen nalik jungulliq deydigan. Bu qo'rqib demaydiganlar bor. Anda qasdan deydiganlar bor Xitoyda. Andan keyin Braziliyaga xabar topdimki, Gollandiyaga bosh davlatlarga, misol Qashqardan, Urumchidan, Turpandan, shu Urumchida ay bilan Turkiyaga keldigan 2 kundan kelib panohlik tilayotgan qilibamda. Baxtli insonlar bor bu yerda. Balkim bu Xitoydan to'xtam bilan chiqayotgan bo'lishi mumkin istifada imkonligida yoki shug'ul bilmaymiz ostini. Ammo bularning nima deydiganligi aniq. Demek ben bir özüm tuğan kampı kitap okuyan apasım onun gibi hükümet bilen musafirler kampını başkuruş orundan bağlaydıgan FİV endegen bir organ var. Onun bazen ben seni tanıdım, sen bek yaxşı kıldı. Ben bunu bizim Amsterdam'daki en çok başlığımızda yetkizme. Dep işler kitaplarında FİV'ye bazen o şunda rahmet edip gitti. Sen bek yaxşı kıldı. Sen Uygurlarla tanıştırırsın, bu bek muyum dep. Çetenlik bizden halkımız tutkunulmadıdı ya keçivadıdı o köpler kitapına. Ama Gollandiya dərdi yox bir adam. Sen bunu özünlər üçün yaxşı qıldın deb məni maqtab özünün başlığı yetkizdiğanlığını deb qıldı. Şondakini toxtatdı. Deb adam özüm tuğa yerə bir atqanda, ondakı kamp bilan bolsa Google sinib adres apırıb şu PVN degan dijital musafirni boshqargan kova bir tas saçxanası bir tas bir kilovatimiz. Bunun foydasi ham da bundaki misal Türkiye'de veya bir yerde 15 yıl yaşap kimlik alanmagan kardeşlerimiz var. Bu dünyada görülmeyen bir işte hem de kardeş degen bir devletten nüfus alanmay 15 yıl yaşayotgan insanlar var. Bunda adam kep kalsa kampda bir Kürtler erişken. Misal Kürtlerle birlikte tuttum. Bana bir yıl olap ikamet vermeyin, bana partilap da bu çıktım bu devletinde. Baş ministerinin asla plakan pankartını çaplap 9 maddeler. İnsanda geçişçilik agenti. Neymiş kıldan desenler ben fakat ailemnin güvenliğini belgelenen işim var. Ama bunun ben cezalansam bulmaydı degende bir kılıp aldım oturumda. Ama Kürtler 3 ayda aldım da.
Bu neymiş kadar diyen çağda bir yerde Kürtlerde siyasi irade mevcut. Gerçi Erdoğan olan Abdünomiya olman, sizin kömbütümen, müstakbalımızın yanında kömbütümen de toğlusu mu? Yanlar bir yerde bir siyasi irade buldu mevcut. Şu boluğa oturmuştuk bir de bunu insani faziletlemizin bizden makamımızdan yukarı yerge oluştu. Ama biz dünyada hiç insan kömgen, harlıkın kömgen bir millet 220 yıl vaqallar oturmamaya yazıqlar. 3 yıl vaqalım var. Aşıl Uygur'unda. Bu kardeşim yana aşında harlıkın kömgen, yana qoğqaydı, yana özünün asli devlet namını demeydi. Aşıl bu xil avvalda kampı turvatqan meyli qanday var, yaxşısı, yamanın demiz bizden xalqımız. Şularning bir kun bo'lsin bir ishlar qulaylik osonroq bo'lib, Gülşah'ın kanun siyasətində paydaşlıq barlıq hüquqlardan bəhrəman bo'lib qıysa, o əmədəmdən bilişi bizə qarşı şərt emas. Misal bizning oxirimizning hayoti Allohning oldida borimiz hisobga. Shu kichikni bir chap kesib qolar. Vatanimizning mustaqillik ham foydasi bor, ammo mushuk qarindoshlarimizning bugungi ishada tezroq kambudan qutulib, misal men uyga chiqdim, misal öyle çıkandan başlayıp bulan mesela bu bir pul belgin türü bulan mesela bunda pullar ben ayırdım mesela tövmen yavru da artık bulalı kendim. Mesela bu mesela hazırım bu mesela yerimin üzerine kayıstem bu eğitim kim kiydiğim baldırının kim kiydiğimde şikayetler bulan tutup maaşı kılıvalnek bu bir fırsat bu kadri geçse bilsem edem kıldı ama biz düşüngelikimiz için zaman içinde Allah da mesela tahtı olduk. Bir yerde qarindoshlarımızdan shu kampda turayotganlarning o'tirim tezroq chiqib, uy baldiroq chiqishiga foydasi bo'ldi. Shu bu tushunganligim uchun o'zim muddatni tatib baqqan. Shunga bu kampni qo'ldan bermay qilyapmiz. Inshaalloh shular bir azroq bo'lsin bir jeniga qatnashlarlik. Rahmat. Chunki biz Amerikada kampni tushunmaymiz ekan, bu yerda bunday bir tizim bo'lmagan ekan. Siz degandan keyin hamda biz buni tushundik. Hatto kampga kirib, panolik tilash oldida turibmi? Özünü Cumhuriyet deydiganlarning bağlılıqdan texim hayran qaldım hazır. Hem de bizning irademizni aks ettirgan bu kitap agar shu kampdagi odamlarning qo'lga tushsa deyli, ular o'chada bizning dardimizni yaxshiroq tushunadi. Siz degandek dardning eng cho'ngini biz tortamiz, lekin bizning taqdirimiz eng nachar. Haq 3 oyda chiqsa, 3 yilda chiqmaydi. Asli rost gap qilsak, özümüzün bayrağıdan, özümüzün isminden özümüz kaçmasak, biz bu günge kalmasımız gerek idi. Köpten köp rahmet. Bu ne siz kamplarga kitapni akirgan ahmiyeti var deganingizni endi tushundim. Bunda bir tushundirish berganingizga köpten köp rahmet. Hem de bizim har qanday ishimiz iqtisod bilan bo'ladi. Qanday qilsak biz iqtisod unumini yarata olamiz va bu to'g'ri xalqimiz deydiğiniz var. Çünkü siz özünüz bir tijoratchi, nurg'un pul topgan. Endi hozir bizningki muajiratdimi ishlar pul bilan mangadi. Sizning bir bizga berilgan maslahatingiz, fikringiz bo'lsa marhamat. Bu vaqtda yana men Salih ailesiga va sizlarga shunday uzun maqsaddan Amerikadagi dunyoning eng siyosiy markazida qilmishlik bir yaxshi davom qilyapsizlar. Allohdan ajr tilayman. Iqtisod sarf qilib da'vo qilyapti. Bu yerdan iqtisod albatta bek muhim narsa. Iqtisod bo'lmasa, misol men o'sha mashina qo'yaman. Misol ba'zi bir turklar ma'volda buni qo'llash turkman boshlanlarida biroz nima ekan? Ben kitap okudım desem, abi başşaga. Ve Türk çıkıp kılıp, abi doğru. Ben arabanın parasını ben ödeyeceğim. Ben senden suyundım, memnun oldum sende. Sen bu zaman şahs o şirak yerden kepse, ben sana başka çıkmarsam maşinanı alıp park pulunu ben töledim. Diyen bu da adam ayacanlandı kendine. Mesela yani bir çoğu şey var, konaklı kitap verdim. Üyedim işte bir çayxana açıp çay içsem, şu Stad House'dan karşısında çoğun çayxana varken, azrak bir paranlaşıp çay geldiğini kılıp, üzerine tanışım demişim geldiğinde desem, o mesela çay kullanmadan da. Tabii bir adli neyse bu anda, aşağıdan pul getirdi, mesela ağıl düşünüp, sen jirak ve ammanlıkman otururken şehirde şey mi? 300 kilometre şehirde o. Yani bir kitap vergendi ki o, men biraz maqtab. Sen men çay kullanmayman. Bolsa tuzulmadi. Men qo'm bo'ldi. Demak adam ma'lumotlar bilvatmalar adimizda ma'lumotlar ishning vaznini. Bu bek bo'yomsizlarchi, sen bek ulug'chilik qilgansada bu chetellik. Demak shunday bu odamda iqtisod albatta bek mo'yom.
Men bu kitapni kitap mazmun tema kitap mazmuni bilan söhbet olsun. Yani bu kitap bağlap çendirey. Men kitapni misal Gollandiyadagi siyosiy hukumat organlariga emas, shaxsiy tashkilotlarga bergan bo'ldik. Biz qo'sha shaxslardan tashkillangan to'plam tashkilotlarga inson haqlari qilgan. Ularni kitob qilishni shu naq maydonda yanchqin olgan bo'ldi. Men siz shu hukumatning to'g'rilanmasdan kirib kitob qilmoqchi bo'lsanglar, o'zing xohlagan shaklda aytning urib qo'yinglar. Dedim, bo'ldi dedi. Yandan keyin men siz o'qiyotgan turklar bizni savodashlar. Ba'zi bu zulm to'g'risida Turkiyaninki bizi qilayotgan Xitoydan shirik bo'lib bu vahshiy siyosat o'yinlarini deb tushuntirib qo'ygandan keyin ular dastlab bir to'g'ri nima qilayotgan ish bor deb men saqlanishga millat vakillari bo'lgan turishlar. Bizning hukumatimiz bor, to'g'ri davom bor bizda deb qilgandan keyin undan men biroz o'zimning bir insoniy men majburiyatni ado qilishni xohlayman. Masalan, ispanlar hozir pul urgan bo'ldi. Men shu bilan bizning moliya ministrimiz inshaalloh bir ko'rsatib turib so'rab boqaman deb parshlarga kelib qoldim. İnşallah keladi deb o'ylayman. Demak, bu mushuma men eng kichikroqni deb turadiman. Balkim bu ko'p birdagilar chiqib qolishi mumkin. Chunki kitobda bizning to'g'ri ulanimiz bor, yaxshi bo'ladi. To'g'ri kirishlarni yon qilishni ko'ra oladi. Bizning qilayotgan irodamizmi, siyosiy da'voyimizmi bor. Bizde gap plan yo'q, Uyg'ur deydigan, ammo chet elliklar ko'rsa, ma'lum bir narsa borken, bo'ldi ruh o'lmabdi, davlatlik ama bu millatniki deb bizni tunaygan bir avval bor kitobda. Unda bo'lgandan keyin albatta unda iqtisodimizga yordam buni tigi deb o'ylayman. Endi bundan birga mening yana xalqimiz deydigan, masalan men bir tijoratchi, masalan ilgari nurg'un do'stlarim bor, hozirim bor chet elda ular. Ularning hammasi unda nachar emas, axloqli, e'tiqodli, vijdonli qarindoshlarimiz, yigitlarimiz, akalarimiz, tog'larimiz bor. Bular tavsiya qilganim zakotonlarni iltimos bizning da'voyimizga qilishlaymiz, bir shunlarni hukumatga iltimos qilaman. Chunki bu bizga farz. Chunki biz o'zimiz qul. Biz boshqa qullarni qutuldirish uchun pul qishlash islomda farz. Ammo biz o'zimizni qutuldirish uchun bu farzdan farzlash mumkin. Shunga bu aziz ulug' qarindoshlarimizni bu bizni bunday ojiz kuni tashlab etmay, cho'qim chet elning yo bir davlatning yordam kelgan qadar biz ham ma'lum shaxslarning kuchi bilan bo'lgan narsa to'xtab berib qoldigan bo'lganimiz inson bo'lgan ekanmiz. Yani bu da'vo qilganimniki tepayotgan puli egiligi o'zlikdan ozlab ketganimiz bir vaqt odam bermaydigan pul olishimiz bo'lsa, onun arkasında bu tim bu emas. Mening başımın kelgan balki siz bilib anglayotgan tijoratchilik tushunasizlar. Bir vatqan pulni misalman da'vo qilgandek to'xtatib qo'ydigan bo'ldim. Chet eldagi obdan hamkorlashgan, to'xtamlashgan korxonalar bizdan biri. Ammo ular shu Xitoy bilan munosabat bo'lganligi uchun bu to'xtatilgan qarindoshlar. Shunga buni ojiz vaqtimizda tashlab etmasliklarni umid qilaman. Herhalde o'yinib qo'yinglar. Zakotonlarni o'zingizning tomoq yegan pulingni bersanglar, zakotonlarni shu yo'ldan yetkazib turinglar. Agar menga yetkazsanglar, hukumatning to'g'ridan ko'ra olasizlar. Abdurahmon sen men manch pul bergandim, bu pul o'dimi, o'midimi deb unda to'g'ri kirib boqsanglar, bu ko'rgan bo'ldi ekan. Manch pul kelibdi, shu mening pulimkin deb bilasizlar. Misol, mening zaten pulga ehtiyojim yo'q, men davlat meni yetarlik. Men talab qilmasam ba'zi men bilmaydigan pulni urib qo'ydi. Kunim yaxshi Allohga shukr. Shunga bu vaqtda cho'qim biz boshqalar qalab qolmay, qo'lingizdan keladigan ishni qilib o'tishni tavsiya qilamiz qarindoshlar. Chunki do'st, qarindosh tomoq yeganda, xushomatda bir-birimizni uchirib maqtab qo'yish do'st qilmaydi qarindoshlar. Uyg'ur maqol tamsili bor, xushomatchidan do'st chiqmaydi deydigan. Qarindoshga to'g'ri yo'lni tavsiya qildi. To'g'rini ko'ngilga kelsin, qarindishimizning vaqtliq ziyonda saqlab qolish uchun to'g'rini deydi qarindoshlar. Mening sizlarga bo'lgan bu qarindoshlik nuqtasidan bunu dedim, ammo biz bu sizlar yordam beringlar, bizni kamsitinglar, hujum qilinglar, biz inshaalloh vatanning mustaqil sabab bo'lgan qadar biz bo'shlik qilamiz. Oz kuchimiz bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Biz hammamiz chunki bu o'zimizning ishi bo'lgan ekan, xuddi Abdurahmon Hasan afandim degandek, hammamiz o'rtaq tirishsak, qo'limizdan kelganini qilsak, buning unumi cho'qim yaxshi bo'ladi. Hamda biz da'vatqan mustaqillikning asli ma'nosi mustaqil davlatimizni qaytadan asliga keltirish.
Sizningcha mustaqilligimizni biz olamdi, haq berimdi. Oxirgi savolda qisqa Albatta bu savol ko'p uchragan savol. Biz albatta mustaqillikni bizni Xitoy biz yelinsak, tilinsak bizni bo'lib qo'ygan bizning dadimiz emas. U bizni zaten shu hujayrimizni to'rt quritayotgan qadar bizni dushman deb qaraydi Xitoylar. Biz hech qanday qilmagan bo'lsak vatanda, misol men ehtiyotli yashagan odam hayotimda, teshimda, hayoyda ko'rinaman, ammo ishimda sizib atrofimdagilar shu Xitoyning siyosiy siyosatidan qo'g'dab yashagan bir sen demek tuyib yashagan. Şuna bize aşında ehtiyat yazsak mı baribir bizni o'tirganlik emas. Men anamni Xitoycha bilgan o'qitishdi. Anam tug'an kampda, anam yalang'ochlangan kampda, ash ma'murlar tug'an kampda anam kuniga birdan ikkita odamni o'ylayotganligini menga deydi. Men shundan anamning bir 24 soatda qarang'i so'langanligini chidab ololmay 70 yoshga chiqib qolgan bir ona. Qarindoshlar Xitoyga ishlagan, ya'ni ma'rif sistemasida. U kunni ko'rdi. Şuna biz jim tursak mı Xitoy bizni yo'qda o'tishga oldiraydi, fursat topsa. Biz savollarga bayon bir ta'kidlab makallam qilib ketdi. Bo'ldim ben degan. Ma tatbiqlandik, tamam. Uni biz xalqaro tartibga olamiz. Bu hafta 6-cı savol tugaydi deyman. Sözümüzden qolay. Biz bunu elbette xalqaro tartib bilan ayni vaqtda Talibanlar qanday Ruslarni qo'llab chiqargan bo'lsa shunda. Bugun Ukraina hukumatı o'zidan 30 dasta 40 dasta kuchli bo'lgan Rossiya hukumati bilan tang taqobil urushadi qarindoshlar. Çünkü xalqaroning qo'g'dish bo'lmasa Zelenskiy ya'ni qabrga kirib olsa Rossiyaning bugun radar sistemasi uning qon tipidan yotgan yerini tepib kuruqlu derler qarindoshlar. Mushunda darajik davlatlar urushadi çünkü oxirida başka süper güçler var. Onu görünmez, onun radarını tosap, onun avatarasını qo'g'dayotgan bir avval qarindashlar. Bo'lmasa u qarshi turish mumkin emas. Biz bu yerda bugun biz da'vo qilishimiz maqsad, mayli adam da'vosi qilgan xalqaroning aralashish sabab bo'ldi bizning masalamiz ko'ngil bo'lishiga, mayli mustaqillik talab qilib da'vo qildik, u bizga aralashish sabab bo'ldi. Chunki biz mustaqil bo'lmay turib bizning inson haqqimiz, demokratik huquqimiz, hech qanday haqqimiz bo'lmaydi qarindoshlar. Bunu hemen söyledik. Hemen bunu söyledik. Şuna buna Xitoy bizni sen mağazama bulup sen müstakil yaşayan sen birey demeydi. Elbette bunu Xitoyning yak bilsin çağda Xitoy şu çekinip çıktı da ya ki xalqaro urush bilan bo'ldi biz hamma tayyor. Urush bo'lsin biz tayyor. Siyosiy kesimimiz biz tayyor. Yanma gibinga yan bir gapni eslatib qo'yar biz tarixda Xitoyga urushni yengilib qilib mustamlik olgan millat emas aziz vatandoshlar. Ayni vaqtda Rossiya 50 aeroplanda 1949 yilgacha Xitoy banditlarini Sharq Turkiston ko'tarib akirib qo'yib turib, Urumchi 500 Xitoy qolgan vaqtda. Bu xalqaroning kuchi bilan biz mustamlik qildik. Buni hamma unutmaylik. Bizning mustaqilligimizmi Xitoy genç bir kuchli ko'rinadi, ammo uning tepida yana Alloh taolo bir kuch musallat qilamiz dedi. Yana qarshi keladigan bir kuchlarimiz bor. Xitoy bor kuchi bilan chiqim qilib urushib o'zini 50 yil 30 yil chekindirishni xohlamas mumkin. Balki buni Alloh alam qaysi yo'ldan bo'lsin biz mustaqil bo'lib vatanimizni destagan qadar shu davlatimizni mudofaa qilib ketsakmi, bu yo'limizda yonmaymiz. Mustaqilligimizni albatta biz Xitoy xohlamsin tatib olamiz. İnşallah biz iradan bo'lsa bu narsa ro'yoq chiqadi. Tarix davlat qurgan, men davlatimiz appaga o'xshash boshqa kuchni elib kelib davlatni yiqitib davlat besha chiqqanlar bo'lsin, yoki bizning mustamlik bo'lib qolganlar bo'lsin, tarixdagi barliq payg'ambarlar bo'lsin, o'z qavmi yoki boshqa bir kuch tarafidan zulm chiqqan chog'da boshqa bir kuchdan yordam so'rab kelib o'zining maqsadiga yetgan. Bu tarixiy bir reallik. Buncha o'qoqadimdek biladi aslida, ammo o'qoqlar chiqmaganlik uchun biz da'atimiz shuna inşallah bizim mustaqilligimiz mutlaq. Mening ishonchim bu. İnşallah bu yo'lda davom qilamiz. Savol yordimi yo gap? Rahmat. Haqiqatan shu mustaqillikka kelganda nurg'un odamlarimizda bir xil tuyg'u bor. Bir kuni bu mustaqilligimiz o'zi keladigandek bir xil o'ylaydi. Bizningki sobiq Cumhur Raisimiz G'ulom Usmon afandim o'zining nurg'un yozimlarda va videolarda bunu so'zlab o'tdi. Mustaqillikni qon verib, jon verib elish kerak bo'ladi. Buni hech kim bermaydi.
Albatta, uning yo'llari har xil bo'ladi, lekin bu savolning javobi biz olamiz. Haq bermaydi. Albatta. Chunki bu bizning mustaqilligimiz, bizning manfaatimiz. Biz agar haqdan bu umidni kutib, biz o'zimizning mustaqillik davosini boshqa shaklga aylantirib, Xitoyni o'zimizning egisi chaqlab, uni ichki ishga aylantirib so'rasak, mustaqilligimiz menga kelmaydi. Oldi bilan irodamiz aniq bo'lishi kerakki, mustaqillikni biz olamiz. Buningga qanday bedel ketsa, shuni tilaymiz. Hamda buning yo'llari ustida o'ylansak, albatta Xitoy bizning dushmanimiz bo'lganiga o'xshash, hozir amaliyotda yaxshi o'ylasak, bu dunyoning dushmani. Butun dunyoning dushmani. To'g'ri. Butun dunyoning dushmani bo'lishda, chunki bular insondek yo'l tutgan emas. Ularning maqsadi dunyodagi insonlikni yo'qotish. Bugün Abdurrahman Hasan efendim ko'p rahmat, nurg'un yaxshi javob berdingiz. Bizning Xitoy bilan bo'lgan ko'rishimiz oldi bilan tonish ko'rishi. Xo'sh, oldi bilan so'rab ko'raylik. Dunyo Xitoyni tanidimi? Agar prezident Trumpning Xitoy o'quvchilarining vizasini bekor qilish tadbiri Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimdagi pechka bo'libla qolmasdan Xitoyning xavfini tunib yetgandan bo'lgan bo'lsa va izchil bo'lsa, demak Amerika oldi bilan Xitoyni tanigan bo'ladi. Chunki Xitoyning o'quvchilarini hal qilmay turib, Xitoyni hal qilib bo'lmaydi. Amerika Harvard universitetining Xitoy bilan qo'yiq munosabati bor. Uni to'smay turib, Xitoyni to'sqila olmaydi. Trump hukumati bilan Harvard 30 to'qinishdan Xitoyning Amerikaga singib kirishi va ideya kontrolligining qanchalik darajada eg'ir ekanligini ko'rib olamiz. Harvardning o'qish bitirish marosimida so'z qilgan Xitoy Zhang Yurong degan Xitoy ekan. So'zlardan biz Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik qilgan Xitoyning dunyoga insonlik to'g'riliq vaz aytayotganligini anglaymiz. Bu amaliyotda Xi Jinpingning Zhenlui Mingyinggung degan biznesi bor. O'rtaq taqdir insonlarniki biz bir kiyimida degan. Shuni targ'ib qilish bo'ldi. Buningga sahna hozirlagan dal Harvard universiteti. Bu Xitoy kim? Bu xuddi nurg'un Xitoy o'quvchilariga o'xshash Xitoy boshliqlarining ikkinchi avlodi. Gonarday deydi-ku bular. Dal mushu Xitoy oldiga o'qish mukofot dal mush Xitoy oldigan o'qish mukofot pulini ta'sis qilgan organning Xitoy boshliqining qizi. Xi Jinpingning qizimi dal Harvard o'qiydi. Xitoy o'quvchilari tiroidning etiga o'xshaydi. G'arbning tiroidning eti deydigan bir xil nimasi bor. Amerika hukumatining Xitoyning haqiqiy yuzini texmi ochiq oshkora ko'rib yetishini umid qilamiz. Chunki Amerika Xitoyning haqiqiy yuzini ko'rgan vaqtda, Xitoyning nima yo'lini qilayotganini bilgan vaqtda va uni to'sgan vaqtda, buningdan keyin bizga dushman bo'lgan va insoniyatningki o'rtaq qarshi dushman bo'lgan Xitoyni yengishga imkoniyat bo'ladi. Hozir Amerika to'liq yaxshi ish qilyapti. Oldi bilan dal Xitoyning o'quvchilaridan tushdi bu ishni. Hamda bizning Cumhuriyet Reisimiz Mamtun Ala efendim mush Xitoyninki nutq so'zlagan videosi to'g'riliq X'da tafsil qilib o'z fikrini bayon qildi. Hammamizning buningdan foydalanishni umid qilamiz. O'zini va o'zgini bilmay turib, hech ish vujudga chiqmaydi. Siyosatga aql ketadi. Aqlni ishlatmay turib, biz quruq gap qilsak foydasi yo'q. Shunga hammalar shu Mamtun Ala efendimning X'dagi nima ish qilmishda inkas yozadi, nima demoqchi deganni va u Xitoyning nima da'vat qildi. U Xitoy amaliyotda Xitoyninki boshliqlaridek turib gap qildi u yerda. Gap qilish uslubi, shakli hamma narsasi faqat Xitoyning boshliqining shaklida. Uni Amerikada vujudga chiqadi-da. Demak bu bir nomus, Amerika uchun aytganda bir nomus. U amaliyotda biz sana boshliq bo'lamiz, biz seni boshqaramiz, biz kuchlansak nima bo'pti degan ma'noda gap qildi. Endi programmamizni Cumhuriyet Reis Mamtun Ala efendimning X qo'ygan mono gapi bilan oxirlashtiramiz. O'g'lim, hamma odam nafratlanadigan bo'ri bo'lganki, hamma odam minadigan eshak bo'lma. Rahmat Abdurrahman Hasan efendim bugün bu sohbetimizga ajratgan vaqtingizga vaqt munosabati bilan sohbatimiz o'sha oxirlashdi. Hammalarning muvaffaqiyati xayrli bo'lsin. Xayr. Rahmat. Barliq qilishingizga Allohga emanet.